Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Janoza, og'ir judolik, o'zbek shou-biznes olamida yana bir yo'qotish. Hurmatli tomoshabin, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, videolarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga o'zbek hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng tezkor hamda muhim yangiliklarni birinchilardan bo'lib yetkazib beramiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ra'no Zakirova oilasida katta yo'qotish, afsuski og'ir judolik. Hurmatli tomoshabin, Ra'no Zakirova opasidan ayrilganligi haqida ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram sahifasida ma'lum qildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Opam omonatni topshirdilar. Bu haqda uning kelini hamda o'g'li Umid hamda Dilbar Zakirovlar ham o'z ijtimoiy tarmoqlarida aytib o'tishgan. Ta'ziya, inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Xolajon omonatlarini topshirdilar. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytguvchimiz. Men janoza marosimida bo'lishimga ruxsat berishmadi. Yaqinlarimga eng kerak vaqtda ular bilan emasman. Albatta bu bizning foydamiz uchun qabul qilingan qaror. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Juda og'ir holatdamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysiz va harakatlarimizni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman deya yozib qoldirgan Ra'no Zakirovaning kelini Dilbar Zakirova o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida. Ularning muxlislariga yetib borishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Ra'no Zakirova hamda uning oilasiga hamdardlik bildiramiz. Alloh barchalaringizga tuganmas sabr bersin.